Farg'ona FM javob beradi loyihasi. O'zingizni qiziqtirgan ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy savollarga javob olishni istaysizmi? Unda 73 kodi bilan 243 66 56 raqamlariga qo'ng'iroq qilib qoldirsangiz, mutaxassislardan javob olishingiz mumkin. Bugungi savollarga O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari Federatsiyasi Farg'ona viloyat hududiy birlashmasi sektor boshlig'i G'ayrat Mamatqulov javob beradi. Farg'ona tumanidan Abduvali O'rozovning savoli quyidagicha: bugungi kunda ko'pchilik oziq-ovqat tovarlarini sotib olishda uning ishlab chiqarilgan sanasi va yaroqlilik muddatlariga qarash kerakligini biladi. Lekin tovarning yaroqlilik muddati bo'lgani bilan uni saqlash sharoitlariga amal qilinmayotgan bo'lsa-chi? Juda o'rinli savol. Haqiqatan ham bugungi kunda aholimiz vakillari oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilayotganda uni demak shu mahsulotni qadog'ida ishlab chiqarilgan sanasi, yaroqlilik saqlash muddatlari ko'rsatilganmi yo'qmi bunga e'tibor qaratyaptilar. Bu juda ham ijobiy holat deb hisoblaymiz va bu narsa o'sha ishlab chiqaruvchilar o'rtasida, sotuvchilar o'rtasida sog'lom raqobatni rivojlantirishga o'zining bir katta hissasini qo'shadigan bir holat deb hisoblaymiz. Endi savolingizga qaytadigan bo'lsak, unda aytyapsizki, oziq-ovqat mahsulotini yaroqlilik saqlash muddatlar ko'rsatilgan, ishlab chiqarilgan sanasi ko'rsatilgan, lekin sotuvchi tomonidan uni saqlash shartlariga amal qilinmayapti. Ya'ni yaxshi bilasizlarki, o'sha demak oziq-ovqat mahsulotlarini qadog'ida uni qanday sharoitda saqlash kerakligi ham ko'rsatib o'tiladi. Qaysidir oziq-ovqat mahsulotini muzlatgichda, sovutgichda saqlash kerak, qaysi bir oziq-ovqat mahsulotini salqinda, quyosh nuri tushmaydigan sharoitda, qaysi bir oziq-ovqat mahsulotini yonma-yon saqlab bo'lmaydi. Bu demak o'sha ishlab chiqaruvchilar tomonidan mahsulot qadog'ida o'zi ko'rsatib ketiladi. Endi sizni savolingizdan kelib chiqilsa, sotuvchi bunga amal qilmayotgan bo'lsa-chi deyapsiz. Bu hayotda uchrab turadi bunday holatlar. Bu birinchi navbatda shu iste'molchilarimiz oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilayotganda nimaga bu ahamiyati bor deydigan bo'lsak, aytaylik, ishlab chiqarilgan mahsulotiga yozib qo'ygan saqlash muddati 15 kun. Plus 15 darajadan yuqori bo'lmagan haroratda saqlansin deb yozib qo'ygan. Demak, ishlab chiqaruvchini tomonidan qo'yilgan ushbu talab bajarilmasa, o'sha mahsulot muddatidan ilgari buzilishi mumkin. Yaroqlilik saqlash muddatlari muddatdan ilgariroq tugab qolishi mumkin. Shu nuqtai nazardan iste'molchilarimiz tovarlar xarid qilayotganda ishlab chiqarilgan sanasi, yaroqlilik saqlash muddatlariga e'tibor qilayotgan ekanlar. Endi bugungi kunda saqlash shartlariga ham amal qilyaptimi, yo'qmi sotuvchilarimiz? Shunga e'tibor qaratsak juda ham yaxshi bo'lar edi. Sababi, agar mahsulotni yaroqlilik saqlash shartlariga amal qilinmasa, u muddatdan oldin buzilsa, bizni hayotimizga, sog'lig'imizga ertaga zarar yetkazishi mumkin bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holda biz birinchi navbatda sotuvchilarga murojaat qilar edikki, mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi tomonidan ko'rsatilgan shartlarga amal qilgan holda saqlashni tashkil qilish kerak. Aholimiz vakillari esa oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olayotganda o'sha mahsulot qadog'ini o'qib, u yerga qanday sharoitda saqlash kerakligi yozilganligi va sotuvchilar bunga amal qilyaptimi yo'qmi shunga qarab turib mahsulotlarni sotib olsak, bu narsa o'zimiz uchun, oilamiz uchun, sog'lig'imiz uchun, hamyonimiz uchun ham demak ortiqcha chiqimlarni keltirib chiqarishni oldini olgan bo'lar edi. Eslatib o'taman, bugungi savollarga O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari Federatsiyasi Farg'ona viloyat hududiy birlashmasi sektor boshlig'i G'ayrat Mamatqulov javob berdi. Farg'ona FM javob beradi loyihasi. O'zingizni qiziqtirgan ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy savollarga javob olishni istaysizmi? Unda 73 kodi bilan 243 66 56 raqamlariga qo'ng'iroq qilib qoldirsangiz, mutaxassislardan javob olishingiz mumkin.